O'zbekistonda odamlar SMMda qanaqa daromad qilyapti? Bugungi kunda SMM juda ham ommabop mavzuga aylandi va O'zbekistondagi eng aktual kasblardan biri desam ham mubolag'a bo'lmaydi va juda ham ko'pchilikda savol bor. Bu sohada odamlar qanaqa daromad qilyapti? Qancha pul topsa bo'ladi? Rostdan pul topsa bo'ladimi? SMM shikli juda ham ko'payib ketgan bugungi kunda. Bu kasb o'zi o'ladimi yoki kelajagi bormi yo'qmi? Shu kabi savollar xalqimizda juda ham ko'p yuradi va aynan bu videoda shu savollarni hammasiga javob bermoqchiman va O'zbekistonda odamlar SMMda qanaqa daromad qilayotganligi haqida gapirib bermoqchiman. Assalomu alaykum, meni ismim Kamila, lekin Instagram olamida meni Kamelia SMM nomi ostida tanishadi. Bugungi kunda 4 yillik tajribaga ega SMM mutaxassisman va KBM Agency SMM agentligining asoschisi va rahbariman. Va aynan bu sohaning mutaxassisi sifatida ushbu videorolikni tayyorladim va SMMdagi daromad topish yo'llari haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Qani, boshladik. SMMda daromad qilish yo'llari haqida gapirishdan oldin, kelinglar qisqacha SMM nimaligi haqida to'xtalib o'tsam. Chunki afsuski bugungi kunda hamma ham SMM nima ekanligi haqida aniq to'liq javobga ega emas. SMM ko'pchilik buni расшифровкасini, ya'ni social media marketing ekanligini bilishadi. Lekin bu so'zlar ortida nima yotibdi? SMM bu ijtimoiy tarmoqda ma'lum bir biznes, shaxs faoliyatni yoritish va insonlarda ushbu biznes faoliyat yoki shaxsga nisbatan munosabatni shakllantirish. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, Instagramda postlar, videolar qo'ysam shuni o'zi SMM deb o'ylashadi va SMM mutaxassisi ishi faqatgina postlar, videolar yasashdan iborat deb o'ylashadi. Lekin aslida SMM mutaxassis aynan ijtimoiy tarmoqlardagi reklama bilan shug'ullanadi. Misol keltiradigan bo'lsam, bugungi kunda juda ham ko'p internet magazinlar, ma'lum bir sohalarni mutaxassislari, shaxslar, faoliyat, kompaniya, bizneslar o'z faoliyatini Instagramda yurg'izishadi. Lekin qaysidirlariga sizda ishonch bor, qaysidirlariga esa ishonch yo'q. Qaysidirlaridan siz nimadir xarid qilasiz, qaysidirlariga esa xarid qilishga juda kuchli ikkilanishlaringiz bor. Aynan shu narsani ustida SMM mutaxassis ishlaydi. Odamlar sizni brendingizga qanaqa munosabatda bo'ladi? Ijtimoiy tarmoqlarda sizga qancha auditoriya keladi? Ularni xarid qilish qaroriga ta'sir o'tkazish, bularni hammasi SMM. Ya'ni umumiy marketingni ijtimoiy tarmoqlardagi qismi SMM hisoblanadi. Xo'p, nimani hisobiga SMM shunaqangi aktuallashib ketdi O'zbekistonda? Bunga ikkita sabab bor. Birinchisi, bu ijtimoiy tarmoqlardagi reklamani effektivligi ancha yuqori ekanligini. Keling buni isbotlab beraman. Masalan, oldin biz televizorda reklama ko'rardik va hali ham televideniyada reklama bor. Lekin bu reklama odamni asabini buzardi. Misol uchun serial yoki film ko'rayotgan joyingizda eng qiziq joyida kesilardida reklama chiqardi. Tabiiyki siz bu reklamani ko'rgingiz kelmasdi, boshqa qanaqadir ishlaringizga chalg'ib kelardingiz. Bu asab buzar reklama hisoblanadi. Yoki qaysidir mobil ilovani ichida o'tiribsiz, endi kirib nimadir qilmoqchisiz, reklama chiqib kelyapti. Bu ham asab buzadigan reklama. Yoki bannerlardagi reklamani oladigan bo'lsak, agarda probkada qolib ketmasangiz, o'sha bannerlarga ahamiyat bermasligingiz ham mumkin. Lekin Instagramdagi va boshqa ijtimoiy tarmoq platformalaridagi reklama ancha effektiv hisoblanadi. Chunki siz uni ko'rayotganda asabingiz buzilmaydi. Xuddi Instagramdagi boshqa kontentlarni ko'rayotganingiz orasida o'sha video sizga chiqib keladi, reklama roligi, va u siz asabingizni buzmaydi. Xuddi boshqa kontentlar qatorida siz unga reaksiya bildirishingiz, profilga o'tishingiz yoki shunchaki o'tkazib yuborishingiz mumkin. Demak, bu reklamani effektivlik darajasidagi birinchi sabab hisoblanadi. Ikkinchi sabab, SMMga O'zbekistondagi bizneslar, faoliyatlar, shaxslarda juda katta talab uyg'ongan. Men bu talabni O'zbekistondagi taksi holati bilan solishtiraman. Taksistlar juda ham ko'p, lekin hech kim pulsiz qolmayapti. Nimaga? Chunki hammaga taksi uslugalari kerak. Xuddi shunaqa SMMda ham har bitta biznes, har bitta shaxs, har qanaqangi faoliyat hozir o'zini ijtimoiy tarmoqlarda yorityapti. Bu kichik bizneslardan tortib, katta gigant kompaniyalargacha, ma'lum bir shaxslar va blogerlargacha. Chunki Instagram
hamda daromad qilish manbai, mijozlarni jalb qilish, mashhurlik, tanilishga juda ham katta imkoniyat bor va buni qisqa muddat ichida bajarish mumkin. SMMga anchadan beri qiziqib kelayotgan insonlar savol berishi mumkin. SMM mutaxassislar hozir juda ham ko'payib ketdi. Qanaqa qilib daromad qilsa bo'ladi? O'zi bu yerda pul topishi iloji bormi? Qoldimi 2025-yilga kelib? Men sizga aniq javob bera olaman. Nafaqat 2025-yilda, balki kelasi yillarda va uzoq kelajakda ham bu soha juda aktual va daromad qilish imkoni baland bo'ladi. Nimaga? Agar aynan bu yilni nazarga olib gapiradigan bo'lsam, bilamiz, bugungi kunda SMM mutaxassislar ko'payib ketgan. Lekin sifat darajasi unchalik yuqori emas. Chunki ma'lum bir sifatsiz kurslarda o'qigan yoki qayerdandir YouTube, internetlardan, bepul manbalardan chala SMM o'rganib, o'zini SMM mutaxassisman deyotgan insonlar ko'p. Va tabiiyki, biznes egalari ular bilan ishlagandan keyin boshqa tajribaliroq mutaxassisga murojaat qilgisi keladi. Va agarda siz bu sohani puxta o'rgangan bo'lsangiz, ishoning, mijozsiz va daromadsiz qolib ketmaysiz. Demak, SMM nimaligini bilib oldik, nima uchun O'zbekistonda aktualligini tushundik, yaqin kelajakda bu soha o'lmasligini bildik. Bu haqida video davomida yana gapirib beraman. Lekin endi videoning asosiy mazmuni SMMda daromad qilish yo'llari haqida gaplashamiz. SMMda daromad qilish yo'llari juda ko'p. Lekin men bugungi kunda eng ommalashgan 8 ta yo'li haqida gapirib bermoqchiman. Birinchisi, umumiy kompleks SMM xizmati. Ya'ni butun bir profilni под ключ yurg'izib berishingiz. Bugungi kunda eng ommalashgan xizmat turi hisoblanadi, chunki bizda o'zbek xalqi juda ham yaxshi ko'radi bitta insonga hamma narsani topshirib qo'yishni. Bu uslugani narxiga keladigan bo'lsak, bugungi kunda o'rtacha profilni yurg'izish narxi $500-600 hisoblanadi. Lekin butun bir profilni yurg'izish natijasida siz zo'r rezultat qilib bera olsangiz, ya'ni mijozlar oqimini jalb qilib bera olsangiz, shaxsiy brendni shakllantirib bera olsangiz, yaxshigina auditoriya jalb qilishni bilsangiz, siz uslugalaringizni $1000, $2000 va $3000 ga ham baholashingiz mumkin. Sababi odamlar rezultatga pul to'lashga tayyor. Ikkinchisi, bu target reklama xizmati. Bir xil biznes egalari profilini o'zi yurg'izadi yokida o'zida shtatda mobilografi, content makeri, ya'ni syomkalarni qiladigan, Instagramga nimadir joylaydigan insonlari bo'ladi. Lekin target yo'nalishi SMMda biroz murakkabroq va professionalniy reklamani zo'r sifatli yoqishi va u orqali natija olib kelishi hamma ham bilmaydi. Shuning uchun ba'zi kompaniyalar, biznes egalari, shaxsiy blog egalari alohida targetologni yo'llashadi o'zini proyektlariga. Bugungi kunda target bo'yicha proyekt yurg'izishni o'rtacha narxi $150 dan boshlanadi. Lekin agarda siz kattaroq kompaniyani yurg'izadigan bo'lsangiz va leadlar jalb qiladigan bo'lsangiz, lead bu potensial mijozlar sizga telefon raqamini qoldirishi va kompaniya ularga murojaat qilib uslugani sota olishi. Ya'ni lead bu telefon raqamini qoldirgan potensial mijozlar hisoblanadi. Agarda siz sifatli leadlarni jalb qilishni bilsangiz va bu qanaqadir yirikroq kompaniya, o'quv markazi, universitet, turagentstvo yoki shu kabi kompaniyalar bo'ladigan bo'lsa, siz target reklama yoqish uslugingizni $500 ga, $1000 ga va undan-da yuqori narxga baholashingiz mumkin bo'ladi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, muhimi rezultat. Agarda siz target orqali jalb qilgan potensial mijozlar oqimidan biznes egasi yaxshi daromad qila olsa, sizga bunaqangi summani bemalol ajratishadi. Ikkinchisi, SMM manager xizmati. SMM manager xizmati bilasizmi kimga to'g'ri keladi? Bir xilla Instagramini daromad manbai sifatida hisoblamaydi, lekin Instagrami doimiy yurg'izilib turishi kerak. O'zi qanaqadir videolar olishni biladi, orada live content olib turishni bilishadi, lekin shu narsani tartibli Instagramga joylab, o'z vaqtida bu narsani qilib, storieslarni chiroyli oformleniya qilib, umumiy profil ustida yuzaki ishlaydigan insonlar, ya'ni qanaqadir rezultat uchun emas, balki prosta profil yurg'izilishi uchun ishlaydigan insonlar SMM manager hisoblanadi va aynan bu insonlarga ham odamlar pul to'lashadi. O'rtacha $200 dan $500 gacha. Lekin ularni qiladigan ishidan ma'lum bir aniq rezultat bo'lmaganligi tufayli va mijoz ham bu rezultatga unchalik muhtoj bo'lmagani uchun ularning usluga narxlari unchalik qimmat baholanmaydi. To'rtinchisi,
Stories making xizmati. Bugungi kunda bu uslugaga kimlar murojaat qiladi? Bitta stories o'zini yurg'izilishi uchun hamma ham stories makerga murojaat qilmaydi. Lekin bugungi kunda shaxsiy blog egalari, ma'lum bir ekspertlar, misol uchun psixolog, shifokor, nutritsiolog, dietolog va shu kabi ma'lum bir ekspertlar o'zlarini blogida zapusk qilishadigan bo'lsa va u yerda prodyuser stories makerlik uslugalarini o'z ichiga olmasa, unda stories makerga alohida murojaat qilishadi. Yokida bir xil kompaniyalarda hamma xodimlar alohida qilingan bo'lsa, lekin bu O'zbekistonda kamdan kam bo'ladi, o'shanda stories makerga murojaat qilishadi. Lekin stories makerlik uslugasi aynan prodyuserlarning orasida yuqori talabga ega. Chunki prodyuserlik qilib berayotgan ssenariyni yokida prodyuser qilib berayotgan ideyani chiroyli ssenariy holatiga keltirib, uni chiroyli оформление qilishni hamma ham bilmaydi. Chunki stories making bu mayda usluga hisoblanadi. Va bugungi kunda bu uslugani bir oylik o'rtacha baholanish narxi $200 $500 Lekin afsuski, storieslar uchun bundan yuqoriroq summa to'lashga tayyor bo'lgan holatlarni yaqin orada kuzatganimcha yo'q. 5-si vizual making va profilni qadoqlash uslugasi. Bir xil soha egalariga, ayniqsa bu beauty yo'nalish, ayollarni sohasi bo'ladigan bo'lsa, даже bugungi kunda kattaroq kompaniyalar ham profilini tashqi ko'rinishi ham chiroyli bo'lishini juda ham xohlashadi. Sababi xuddi biza hayotda insonni kiyimiga qarab baho berganimiz kabi, ijtimoiy tarmoqda profili tashqi ko'rinishiga qarab baho beramiz. Ha, aytgancha, profili vizuali va upakovkasi profilga o'tayotgan insonlarni keyinchalik kontentni o'rganib chiqishga, profilga obuna bo'lishga o'tkazadigan ta'siri 80% hisoblanadi. Bugungi kunda aynan upakovkaga ahamiyat beradigan insonlar vizual making upakovka uslugasini alohida xarid qilishi mumkin. Bugungi kunda bu uslugani narxi $50 dan $250-300 6-si content making xizmati. O'z so'zlaridan oladigan bo'lsak, content making, ya'ni making yasash degani. Content yasash hisoblanadi va bu yerda ko'proq mobilograflar, profoperatorlar videoni ssenariysiga emas, aynan syomkasi, montajiga javob beruvchi insonlar content maker hisoblanadi. Aynan bu insonlar bugungi kunda yokida videoni o'ziga narx olishadi. Deylik, bitta video $20 dan $50, $100 gacha borishi mumkin. Yokida umumiy bitta paket 12 ta video $500, shu atrofidagi narxda o'z uslugalarini baholashadi. Agarda bu prof operator bo'ladigan bo'lsa, narxi balandroq bo'lishi mumkin. O'zbekistonda content makerlarga murojaat qilishlarning soni nisbatan pastroq bo'lishi mumkin, chunki hammasi ham ssenariy, ideya qilib bera olmaydi. Va bugungi kunda O'zbekistonda mijozlarimizga juda ham muhimki, ideyalar aynan mutaxassis tomonidan qilinishi. 7-si konsultatsiyalar. Ba'zi insonlar o'zini biznesini o'zi yurg'izadi, lekin qatidadir yo'nalish berib yorish, muammosini aniqlash, diagnostika qilib berish, qatida nima xatolik qilayotganligiga muhtoj bo'lishadi. Va aynan shu masalada SMA mutaxassisdan konsultatsiya olishligingiz mumkin. Konsultatsiya narxi $50 dan $300 gacha belgilanishi mumkin, ekspertni professionallik darajasiga qarab. Va 8-chi daromad topish yo'li bu Facebook reklama kabinetlaridagi blokirovkalarni yechish. Bugungi kunda Instagramdagi, Facebookdagi reklama orqali ijtimoiy tarmoqda odamlar mijozlarni jalb qilishadi va agarda u yerda blokirovka holatlari bo'ladigan bo'lsa, bizneslar yaxshigina pul to'lashga tayyor bu blokirovkani yechish uchun. Bugungi kunda bu uslugani narxi $50 dan $1000 gacha baholanishi mumkin. Profilni holati, biznes turiga qarab, blokirovkani holatiga qarab. Yuqoridagi daromad topish yo'llarini barchasi SMMni ichiga kiradi va agarda siz SMM mutaxassislikka professional darajada o'qigan bo'lsangiz, bu sohani yaxshilab o'rgangan bo'lsangiz, siz yuqoridagi barcha daromad yo'llaridan bemalol foydalanishingiz mumkin. O'zingizga yoqqanidan yokida hammasidan birdaniga. Endi bu bilimni egallagan insonlar qancha vaqt ajratib, qay tarzda daromad topishi mumkin? Studentlarni, bu sohani o'ziga asosiy kasb qilgan insonlarni, dekretdagi onalar misolida va
SMM agentlik rahbarlarini misolida qanaqangi daromad qilish mumkinligi haqida gapirib bersam. Studentlar yoki o'smir yoshdagi insonlar yuqoridagi daromad yo'llaridan o'qishdan keyin bo'sh vaqtlarida bemalol foydalanishlari mumkin. Ya'ni mijoz bilan vaqtni aynan o'qishdan keyingi vaqtga belgilab, ishlarini qilishlari mumkin va kechki payt o'sha montajlarini yoki aynan uslugiga tegishli bo'lgan texnik narsalarni kechki payt qilib, kunduzi esa bemalol yana o'qishga ketishligisi mumkin. Bundan tashqari o'qishdan dam olish bo'lgan kunlari, shanba, yakshanbalarda bemalol to'liq proyektlariga urg'u berishlari mumkin va bu insonlar o'rtacha $1,5 ming oshiqroq daromad qilishligisi mumkin bir oyda. Endi dekretdagi onalar misolida gapiradigan bo'lsak, bilamiz, dekret bu oson narsa emas. O'zim 2 egizak farzandni onasiman. Bolalarim hozirgi kunda 1,5 yosh va dekretda ishlash juda ham qiyin. Lekin shunga qaramasdan SMMda daromad qilish yo'llari bor. Ayniqsa bola uxlagan paytda va buni qaysi uslugalarga bog'lash mumkin. Target reklama xizmatini qilsa bo'ladi, chunki unda kun bo'yi ertalabdan kechgacha siz vaqtingizni ajratishingiz kerak bo'lmaydi bitta proyektga. Bundan tashqari, SMM mutaxassis sifatida strategiya, ssenariy qilib beradigan bo'lsangiz, bir marta butun bir oylik strategiyani qilib klientga topshirsangiz bo'ladi va kun davomida bolangiz uxlagan paytda uni nazorat qilib tursangiz bo'ladi. Klient bu narsani bajardimi, bajargan bo'lsa, uni ijtimoiy tarmoqqa joylashi. Bundan tashqari SMM menejer sifatida ishlash mumkin. Yuqorida aytib o'tgan daromad yo'llarimdan biri. Xullas, dekretdagi onalar ham bemalol bu sohada daromad qila olishadi. Dekretdagi onalar o'zlarini proyekt olish qobiliyatlariga qarab, vaqtlariga qarab, bitta proyektdan maksimum 5 ta proyektgacha olishligisi mumkin va ularning daromadlari bemalol $1,000 dan baland bo'lishligisi mumkin. Lekin ba'zi onalar ko'proq diqqatini farzandiga ajratadigan bo'lsa, $1,000 dan kamroq bo'lib qolishi ham mumkin. Chunki bitta proyekt yoki 2 ta proyektda o'zi bilan kifoyalanishadi. Agarda SMMni asosiy kasb qilib, ya'ni ishingizdan, o'qishingizdan tashqari kasb sifatida emas, balki bor fokusingizni SMMga qaratadigan bo'lsangiz, bir oyda $3,000 dan oshiq daromad topishingiz mumkin bitta o'zingiz. Chunki siz proyektlarni yuqoriroq mas'uliyat bilan, yuqoriroq narxlarda olishingiz mumkin va ko'proq vaqtingizni, diqqatingizni bu sohaga qaratishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz SMM agentlik shakllantirib daromad qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni jamoa bo'lib bir qancha proyektlarni yurg'izmoqchi bo'lsangiz, unda daromadingiz kamida $5,000 va $10,000 va undan ham yuqori bo'lish ehtimoli bor. Bugungi kunda men aynan shu model SMM agentligining rahbari sifatida faoliyat olib boraman va bizning agentligimizda 20 tadan oshiq proyektlar bir oyda muntazam yurg'iziladi va mijozlarimiz 6 oydan oshiq, 1 yildan oshiq biza bilan hamkorlik qilishadi. Hattoki biza bilan ishlab, arzonrog'iga ketib, yana qaytib kelgan mijozlarimiz bor. Aynan shuni hisobiga SMMda stabil daromadni o'rnatish mumkin, agarda sizda doimiy mijozlar bo'lsa. SMMda mijozlar bilan ishlash va stabil daromad haqida esa menda alohida YouTube videoim bor. Uni bitta darslik sifatida bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Endi keling bu sohani aktualligi haqida va kelajakda SMM o'ladimi, o'zi bu sohani, bu kasbni kelajagi bormi degan savolga javob beradigan bo'lsam. Ko'rib turganingizdek, odamlar yildan yilga ijtimoiy tarmoqlarga juda ham kuchli bog'lanishyapti. Hozirgi kunda даже ba'zi insonlar televizor ko'rmayapti. Hamma Instagram, Telegram, Facebook, YouTube ijtimoiy tarmoqlarda bo'sh vaqtini va asosiy vaqtini o'tkazishyapti. Yildan yilga bu narsa ommalashadi. Qanaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Yangi platformalar paydo bo'lishi mumkin. Xuddi esingizda bo'lsa, qachondir TikTok paydo bo'lganda, Threads paydo bo'lganda, hozirgi bor platformalarda qanaqadir obnovleniyalar bo'lishi mumkin. Masalan, SMMga kirib kelgan paytimda Reelslar yo'q edi va Reels kirib keldi. Demak, siz SMM mutaxassis sifatida prosta bu narsaga adaptatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Lekin SMM mutaxassislik kasbi yaqin kelajakda va uzoq kelajakda ham o'lmaydi. SMM shunchalik aktual va yaxshi daromad olib keladigan kasb ekan, buni qatdan qanaq qilib o'rgansa bo'ladi. Kelinglar, sizlarga eksklyuziv ma'lumot beraman. Bu O'zbekistondagi uncha-muncha inson aytolmaydigan haqiqat hisoblanadi. Keyingi daqiqalarda men bu ma'lumotlarni sizga beraman. O'zbekistonda juda ham ko'p SMM kurslari mavjud. Qo'pol qilib aytganda, har qadam SMM kurslari bo'lgan.
Lekin hamma SMM kurslari ham sizni bu sohada daromad olib kelishingizgacha olib bormaydi. Ya'ni siz SMM ni o'rganib daromad topa olmaysiz. Chunki O'zbekistondagi 99% SMM kurslarini o'tuvchi insonlar, o'quv markazlari, shaxsiy blog egalari o'zlari proyekt yurg'izishmaydi. Endi sizga savol: o'zi proyekt yurg'izmagan, o'zi SMM uslugasini ko'rsatmaydigan inson sizga nimani o'rgatishi mumkin? U teoriyani ular qayerdandir internetdan, YouTubedan, ochiq dostupdan olib, nomiga video darsi qilib sotishadi. Yokida o'sha boshqa bitta kursda o'qib, esida qolgan teoretik ma'lumotlarni o'zligisi kurs qilib ham o'tishayotgan insonlar bor. Lekin siz bu bilimlarni amalda ishlata olasizmi? Yo'q, hech kim kafolat bera olmaydi. Sizga oddiy bitta misol keltiraman. Yaqinda menga SMM bo'yicha malakani oshirishga bitta qiz keldi va aytib beryapti. Nomi chiqqan bitta o'quv markazida, nomini aytmayman, SMM ni o'rganayotganida unga tushuntirishibdi. Target reklamani yoqish uchun agar sizda yangi ochilgan Facebook akkaunt bo'lsa, 7 kunda bemalol target yoqsangiz bo'ladi degan. Qizam, demak ustozim shunaqa deyapti, bo'ldi shunaqa qilaman deganda, klientini akkauntini blokka tiqib qo'ygan. Nimaga? Chunki bu SMM kursini o'tayotgan odam o'zi amaliyotchi mutaxassis emas. Agar u amaliyotchi mutaxassis bo'lganda bilardi, 7 kundan keyin agar target yoqilsa, yangi registratsiya qilingan akkauntda blokirovka bo'lish ehtimoli juda ham balandligini. Va ko'rib turibsizki, quruq nazariya, amalda ishlatilmaydigan bilim bilan endi SMMga kirib kelgan inson mijozini akkauntini blokka tiqib qo'ydi, reklama kabinetini. Va bunaqa holatlarga duch kelmaslik uchun agarda siz SMM ni rostdan ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu sohada o'qishdan keyin srazu daromadga chiqib, hech qanaqangi bu kabi muammolarga duch kelishni xohlamasangiz, realni proyekt yurg'izadigan insondan bilim olishingiz kerak. SMM da mijozlar bilan ishlab turgan, proyekt yurg'izayotgan, proyektlarni rezultatgacha olib chiqayotgan insondan bilim olishingiz kerak bo'ladi. Va tabiiyki bu bilimning narxi arzon bo'lmaydi. Topsangiz bo'ladi. Instagramda, Telegramda SMM 200 ming, SMM 500 ming degan kurslarni kulgim keladi. Qanaqa qilib oyiga 1,5 ming, 3 ming daromad olib keladigan kasbni 200 ming so'mga o'rganish mumkin? Qanaqa qilib? Ozgina mantiqqa ishlatish kerak. Tabiiyki bu shunchaki nomiga qilingan kurs va siz uni sotib olganingizda shu 200 ming so'mga yarasha bilim olishingiz mumkindir. Men o'zim SMM ga kirib kelgan paytim bu 2020-yil bo'lgan. 2020-yil oxirida o'zim shunaqa 150 ming so'mlik kurs sotib olganman. Lekin u yoqda SMM emas, balki o'sha gruppaga odamlarni jalb qilib pul topish o'rgatilgan. Bu narsa piramida deyiladi. Va SMM ni S harfi ham bo'lmagan u kursda. Men o'zim ham aldanganman. Agarda siz bunaqangi arzonchi kurslarni ko'radigan bo'lsangiz, prosta sotib olmang. U pulga yaxshisi bitta yaxshi restoranga borib ovqatlaning, bolangiz bo'lsa kasha pampersini qiling, uyingizga 2-3 kilo go'sht oling, lekin imенно shunaqa kurslarni sotib olmanglar. Chunki undan hech qanaqa rezultat bo'lmaydi. Kursi narxi baland bo'lsa ham, lekin kurs o'tayotgan inson o'zi proyekt yurg'izmayotgan bo'lsa, bo'ldi. Hozir ommalashgan gap bor, red flag, qizil flag, ulardan kurs sotib olish kerak emas. Menimcha bu gaplarim esingizda qoldi va qaysidir bitta insonni SMM kursini sotib olib, pulga uxlashidan qutqarib qolgan bo'lsam, men juda ham xursand bo'laman. Chunki meni asosiy maqsadim blog yurg'izishdan, YouTube qilishdan O'zbekistondagi SMM rivojiga hissa qo'shish. SMMdagi negativ holatlar emas, pozitiv holatlar ko'payishiga ko'proq sababchi bo'lish. Bu videoda bergan ma'lumotlarim sizga foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddaman va agarda siz SMM sohasiga qiziqsangiz yoki bu videodan keyin SMM sohasiga qiziqish bildirgan bo'lsangiz, albatta meni ijtimoiy tarmoqlarimga obuna bo'ling. Telegramimga, Instagramimga va YouTube'imga. Sababi men SMM haqidagi barcha haqiqat haqida gapiraman.